Endi hech qanday bahonalar o'tmaydi. Nechun desa, menga bunini kerak edi, menga bunini kerak edi deb bahona aytolmaysiz. Hammasidan baxudo xohlasa, qaranglar, navbatdagi yangiliklarimiz sho'rlardan bo'ladi. Xohlasa, tenimini buklanib turgan varianti bor. İplatib taxlangan, ip yoqmasa atlash yo'rasida muammo bo'lmaydi. Bellar rezinkali, birinchisiga o'tirasiz seri rasvetkasi bo'ladi. Xohlasangiz, ya'ni shunday ochiq seni rasvetkasi ham sotuvda bor, Ant brendidan bo'ladi. Tena keladigan bo'lsak, telari ko'rib buklangan variantda ishlangan. Xohlasangiz, yana bunda shunaqa qarang. Ko'rdingizmi, shu orqa kissalar ham o'zgardi. Bu akkuratni chiqqan choralarimizdan biri kasoy karmashkali, telari buklangan varianti bor yana. Ko'ringlar. Xohlasangiz, chomna serisi. Bundan keyin yana bir variantimiz chomna seni rasvetkada ishlangan bo'ladi. Bellarning o'zi ligrovka etadi, remishoklar ham tushgan. Kasoy karmashkali. Keyingi rasvetkamizga qarang endi. Bu shunaqa qarang, o'zi ko'rib turganingizdek, kishalarında razissa bor, belindagi remishoklarni razissalarni bert turtdi va albatta, mana buklanmagan varianti kerak desangiz, yana buklanmagan variantini ham taxlab qo'yibmiz sizlar uchun. Bundan keyin ochiq seni rasvetkasi bilan ko'rib turganingizdek, bamdin bagati turadi, giygan vaqti tak-tak o'rnashib turadi chorlarimizdan. Va albatta, bunda yana bir yangilikimiz qora, lekin ko'rinar-ko'rmas poluskalar tushirilgan varianti bo'ladi. Giysangiz yarashtiraveradi. Telar ham pnevmatik ishlangan. Xullas, chalvuri kerakmi? Muammosi yo'q. Bemalol kelaverasiz. Jinsi deysizmi, pol klassik deysizmi, sport klassik deysizmi, xullas hammasidan zo'rlarni sizlar uchun Karelida taxlab ko'pmiz, hammangizni kutib qolamiz.